Inson dunyoga kelar ekan, qayerda, qay ahvolda, kim bo'lib tug'ilishi o'zi hal qilolmaydi. Bu hammamiz uchun isbot talab qilinmaydigan haqiqatdir. Xuddi shu kabi sog'lom turmush tarzi ongimizda yaratamiz. Siz bilan fikrlar kuchiga tayanib, tanamizni men bilan transformatsiya qilamiz. Mendan ko'plar so'rashadi. Siz nimaga bunchalik go'zallashib, yosharib ketyapsiz? Bu savol uchun bugun o'zim uchun yozib olgan seans bugundan boshlab siz bilan praktika qilmoqchiman. Chunki men bu seansni 2 oy mobaynida eshitib yurdim. Bugundan boshlab esa men siz bilan bu meditatsiyani birga bajarmoqchiman. Agar meni amaliyotlarim sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga men supermen ayolman iborasini yozib qoldiring. Eng go'zal natijalarni kuzatuvchilarimiz bilan birga bo'lishing. Ha, aytgancha, siz o'zingiz uchun shaxsiy meditatsiya zakaz qilishingiz mumkin. Sizni muammongiz tez va oson yechadigan seanslar orqali maqsadlarimizga tezroq erishasiz. Men sizni shaxsiy meditatsiyada kutib qolaman. Demak, men bilan har kuni 95 kun mobaynida bu tasdiqlarni qaytaring. Meni energiyamga ulaning. Meni yosharishim tezlashyapti. Kundan kunga tana hujayralarim o'rik gullaridek go'zallashyapti. DNK'mni aktivlashishi tezlashyapti. Qomatim esa model ayollarnikidek chiroyli bo'lishi tezlashyapti. Meni vaznim o'zim xohlagandek 60 kilogramm bo'lishi tezlashib ketyapti. Yuzimdagi ajinlarimni yo'qolishi tezlashib ketyapti. Yuzlarim esa yosharib ketyapti. Tanamdagi dardlarimni shifo topishi tezlashib ketmoqda. Nimaga? Nima uchun? Gemoglobin norma bo'lishi tezlashib ketmoqda. Hayot bu quvonchligini anglashim tezlashib ketmoqda. Tushunmayapman. Nimaga? Nima uchun? Kuchli va sog'lom bo'lishim tezlashib ketmoqda. Sog'lom fikrlarim esa kuchayib ketmoqda. Nimaga? Nima uchun? Bunchalik tez hayotda imkoniyatlar ochilishi tezlashib ketyapti. Ovqat hazm qilish a'zolarim esa a'lo darajada ishlab ketyapti. Nimaga? Nima uchun faqatgina distirlangan suv ichishim kuchayib ketyapti? Kuniga 3 litr suv ichishim tezlashib kuchayib ketyapti. Eng yaxshi natijaga chiqishim tezlashib ketyapti. Ruhiy, axloqiy holatim yuqori darajaga chiqishi kuchayib ketmoqda. Umrimni uzayishi tezlashib ketmoqda. Men hayotni sevishim va yashashni istashim kuchayib ketmoqda. Nimaga? Nima uchun jismoniy harakatlarim tezlashib ketmoqda? To'g'ri nafas olishim esa kuchayib ketmoqda. Nimaga? Diafragma yordamida nafas olishim kuchayib ketmoqda.
Asabiylashgan oshqozonimda esa ovqat hazm qilishi kuchayib, tezlashib ketmoqda. Tabiatni his qilishim kuchayib ketmoqda. Asab tizimimni muvozanati normallashib ketmoqda. Nimaga? Nima uchun 106 yil yashashim tezlashib ketmoqda? Nimaga? Tushunmayapman. Nima uchun yoshlar kabi fikrlashim, harakat qilishim tezlashib ketmoqda? Yaxshi niyat va real harakat qilishlarim, harakatlarim shakllanib ketmoqda. Nimaga? Nima uchun har qanday yoshda navqiron bo'lishim tezlashib ketmoqda? Nimaga? Nima uchun tongda soat 4 da uyg'onib, hayotni sog'inishib, sehrli tongni sog'inchlari tezlashib ketmoqda? Nimaga? Nima uchun tongda yurishim, tez yurishim kuchayib ketmoqda? Nimaga? Nima uchun piyoda sayohat quvonchini his qilishim kuchayib ketmoqda? Nimaga? Nima uchun fitnesga borishim kuchayib ketmoqda? Yugurish va yurishni navbatma-navbat bajarishim tezlashib ketyapti. Tushunmayapman, nimaga qon aylanishim yaxshilanib ketyapti? Tanamda modda almashuvi tezlashib ketmoqda. Yurak va qon aylanish tizimlarim sog'lomlashib boryapti. Qonimni tozalanishi esa tezlashib ketyapti. Nimaga? Nima uchun? Tushunmayapman. Qondagi xolesterin normallashib ketyapti. Tanamdagi yog'lar esa erishi tezlashib ketyapti. O'z biologik umr soatimni boshqarishim kuchayib ketmoqda. Nimaga? Nima uchun tana hujayralarim yosharishi tezlashib ketmoqda? Nimaga kundan kunga yosharib, go'zallashishim tezlashib ketmoqda? Nima uchun umrimni uzoqligi kuchayib ketmoqda? Nima uchun natijalarga tez chiqishim tezlashib ketmoqda? Nima uchun amaliyotlarim tez natija berishni kuchayib ketishi tezlashib ketyapti? Nimaga? Nima uchun DNK'dagi aktivatsiya tezlashib ketyapti? Nima uchun ko'zimni nurlari kuchayib ketyapti? Nima uchun? Nimaga qonlarim tozalanib ketyapti? Nimaga? Nima uchun pullarga ochilishim tezlashib ketyapti? Azizlarim, bu seansni har kuni 2 mahaldan 95 kun davomida eshitamiz. Natijalarni kanalga yozishni unutmang. Meni maqsadim bor, sizni go'zal, juda ham betakror, ehtirosli ko'rish. Siz bilan sizni coach treneringiz Gavhar Azimova bo'ldi.